Mazur başa salom obunachilar. Davay, tezroq, olish kerak buni. Narsalarni ko'pligini qaranglar. Ha, bo'ldi, hammasini olinglar, biza bor qaroqchilar biza. Bo'ldi, davay bo'lmasa ketdik bo'lmasa bor vashni chotga. Nima bo'la? Chimar bo'l salla kimsan? Men nima notebookimga tegmoqchi bo'lyapsan? Qaroqchilarman salla. Kapot o'zingni bo'lsa, biza bu qishloqlar. Shu qishloq biza. Nima? Nimaga bunday kiyinib olgansizlar bu? Nima bu ahvol bu? Turishinglar qaranglar ko'rinishinglarni. Bu biza ana qaroqchi bo'lmoqchi biza nimasi yomonmi yoki qaroqchi bo'lish? Qaroqchi bo'lish nima? Nima qilib o'tiribsizlar meni uyimda bo'lmasam? Qisqasi biza bor qaroqchi bo'lib barcha uylarni o'maramiz, qaroqchi bo'lib tushundingmi? Sanda boshladik uyni o'marishni, narsalarni o'maryapmiz biza, tushunyapsanmi? Qaroqchi bo'lib turib, tushunyapsanmi? Bu bir o'yinda, tushunyapsanmi? Boshimni ortib bor. Nima men narsam o'g'irlayapsizlar? Aqlni ozib qolganmisizlar? O'zi bir ozginagina narsam bo'lsa, sizlar kalalaringiz joyidami? Bo'ldi. O'zingni bos. Biza qaroqchilar biza olgan narsamizni qaytarib bermaymiz. To'g'ri lekin olgan narsamizni qaytarib bermaymiz. Tushundingmi? Mayli, qaytarib bermaysizlar, ha? Hamma narsani olib qo'yding. Sandig'ingdagi narsani ham olding bilsang. Nima sandig'imdagi? Aqlni olib ozib qolganmisizlar? Hamma narsamni olgansizlar. Davay qaytarib berish hamma narsam bo'lmasa bo'ru boshqacha gaplashaman sizlar bilan. O'zingni bos. Nima? Qaroqchi biza, tushunyapsanmi biza? Bo'ldi. Biza o'yin o'ynayapmiz. Agar shu narsani qaytarib olmoqchi bo'lsak, qaytarib qo'linglar kelsa, biza qaroqchi biza ketdik bo'lmasa. Tushundingmi? Qaroqchi boshqa uylarga borishimiz kerak. Sanlarmi? Sen men narsalarimni olib tashlabsanlarmi? Hali borib pushaymon yeysanlar, tushunyapsanlarmi? Davay hammang chiqchi bor asablarimni o'ynayapsiz. Ko'ziga nima qo'yib olgan hayronman obunachilar. Qayerda ekan ular? Qayerga ketib qolibdi ekan? Barchaga salom obunachilar. Bugun sizlar bilan men yana kompotman obunachilar, lekin buni qaranglar, ko'rib turganingizdek, mana bu yerda juda ham yomon ahvolda biz, ya'ni bilmadim, nima desam bo'ladi. Mana bu yerda qanaqadir qishloqlar kelib olib bir nimalar deb kompot, bir nima deb, qaroqchi odam bo'lib qaroqchi bo'lib olgan oldimga kelib, men uyimdagi narsalarni o'marib ketdi. Qanday qilib tushunsa bo'ladi bularga bilmadim obunachilar. Bularni hozir bir nima qilib yo'q qilib yuborishimiz kerak. Bor obunachilar. Xo'sh, qanday qilib yo'q qilsak bo'ladi, lekin bor bilmayman-da obunachilar. Qiziq. Barcha narsalarimni olib qo'yibdi. Qanday qilib qaytarib olsak bo'lar ekan narsamni? Qishloqlarning oldiga borib bir gaplashib qo'yishim kerakmi deyman-da yoki mayerda oldiga borishimiz kerak ekan? Tushunmadim. Yana nima bo'ldi? Voy, meni polizim, salla nima qilib tashladilar meni polizimni? Kapot, biza bor, qaroqchi bizaga bor kema kerak, tushunyapsanmi qaroqchilarga? Aqlni ozib qolganmisizlar? Mana bir yaxshi polizim bordi, polizimni buzibsanlar-ku. Buzamazadi, biza palubamizga chiqmay yomon bo'ladi lekin. Nima bo'ladi? Sizlar aqlni ozib qolibsizlar-ku sizlar. Kapot, boshimizdan og'ritma. Biza boyki qaroqchi biza, tushundingmi? Narsamni qaytarib beringlar-da. Yo'q, qaytarib bermaymiz. Voy, salla meni uryapsanlar. Salla bu aqlni ozib qolgan ekansanlar. Bor qanday qilib bular? Aqlni ozib qolganmisizlar? Nimaga meni urasanlar? Narsani olib olish uchun, qayta olish uchun bizga hujum qilishi kerak. Biza bilan hujum qilishi kerak, to'g'ri. Biza bilan kurashish kerak narsani. Kurashish kerak degan-a? Albatta. Obunachilar. Menga juda ham zo'r qiziq fikr keldi. Kurashish kerak bo'lsa kurashishda, bo'lmasa mayli, sen mana shu yerga kutib turlaring-da. Men hozir sizlarga boshqacha kurashib qo'yaman sizlar bilan. Bilasizlarmi shuni? Qarab turlaring hali. Bilganingizmi? Xo'sh, obunachilar. Menga juda ham zo'r ajoyib fikr keldi. Hozir bular ketishini kutamiz-da. Qani bular hozir qayerga ketar ekan obunachilar? Lekin obunachilar, hozir men qanaqa fikr deydigan bo'lsa obunachilar bu bor. Prankda obunachilar jinnisi bo'ladi. Prankda obunachilar. Sizlar oxirigacha videoni ko'ringlar va like va podpisiya bosib qo'yish esingizdan chiqmasa obunachilar. Aytgancha obunachilar, kimdir ovqat yeyotgan bo'lsa yoqimli ishtaha tilab qolaman. Okey, mayli. Xo'sh. Qishloqlar ketibdi. Qana hozir palubasiga chiqaylik. Palubasiga nima bor ekan? Bu bir nogiron anovda obunachilar, mana bu kemada obunachilar bir brak kemada brak to'g'rirog'i buni qaranglar. Uchmaydi, yurmaydi obunachilar. Mayli. Nima bo'lganda ham obunachilar. Xo'sh, qani mana bu yerlarga qaraylik-chi. Bu yerda obunachilar, bu yerda bor anchagina bu qishloqlarni narsalarini o'marishibdi bular. Bu yaxshi emas obunachilar, bu juda ham yomon obunachilar. Demak, hozir obunachilar biz qanday qilib bularni olsak bo'lar ekan? Bilmadim. Mana bu yerdan o'tib olamiz. Yaxshi. Ana endi hozir obunachilar, ana endi menga juda ham zo'r ajoyib fikr keldi. Mana bu bel kuraklar, mana bu lapotkalar bu nimaga buncha ko'p deydiganlar bo'lsa obunachilar biz hozir juda ham zo'r chotkani nima edi? Chuqurlik kavlaymiz-da. Hozir qishloqlarni
o'sha chuqurlikka tashlab yuboramiz. Chuqurlikda ichida obunachilar hali nima bo'lishini bilmaysizlar obunachilar. Videoni oxirigacha ko'ringlar shu uchun. Mayli bo'ldi, hamon qaranglar obunachilar, men bu borib qo'limga borib bash ko'p tuproq bo'lib ketdi. Mayli, nima bo'lganda ham hozir obunachilar hozir bu tuproqlarni o'rniga kirkalarni olamiz. Xo'sh, obunachilar, mana qaranglar, juda ham zo'r, yaxshigina kovlab qo'ydim. Ko'rishingiz mumkin, juda qiynaldi odam, juda qiynaldi. Ana endi hozir suvlarni olib keldim. Mana endi bu suvlarni mana shu yerga qo'yib bosish kerak o'chi gazini. Endi bilasizlar obunachilar, endi suv qo'ymasak bo'lmaydi obunachilar, qaranglar. Xo'p, buni bor obunachilar to'ldirguncha odam juda ham qiynaladi. Aniq qiynalishi aniq obunachilar. Bor, mayli. Bo'lmasa mana ko'rishingiz mumkin obunachilar. Odam vash qiynalib ketdi, mana qaranglar, suvni to'ldirish. Endi Minecraftda suvni to'ldirish qiyin bilsanglar agar, ya'ni suv bilan to'ldirish to'g'riroq, endi kommentariyada yozib qoldiringlar. Janob, короче, olib keldingizmi akulani? Ha janob, olib keldim. Nimaga akula kerak? Bu yerda yoki birorta joy bormi akulani qo'ygan? Siz xavotir olmang janob, akulani olib kelgan bo'lsangiz bo'ldi. Короче, chotki mana bu yerga tashlayverasiz akulani. Tushundingizmi? Mana shu yerga suv bor. Janob, mayli biz tashlayveramiz. Akulangizga hech nima qilmaydimi? Hech nima qilmaydi. Davay, tashlayveringda. Xo'sh, bo'lmasa mayli obunachilar. Hozir bo'lmasa hozir akulani tashlaydi. Bu janob hurmatli janob deydilarmi? Короче, tashlab ketaveradi menimcha adashmasam. Mayli, bo'lmasa tashlab o'zi joylashtirib qo'yaversam, pulini berib qo'ydim obunachilar. Bo'lmasa men o'zimga kiyimlarni olamiz obunachilar. Juda ham zo'r ajoyib. Xo'sh, obunachilar, hozir kiyim olishdan oldin obunachilar, men hozir mana bu yerda anov qo'ydim. Nima edi? Men bu blok, men ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda anov turibdi. Nima edi? Akula turibdi pastda. Ya'ni men bu zumradli blok turibdi. Bu zumradli bloklarga keladi-da ular. Chalg'igan payti bularni mana shu yerga tushirib yuboramiz. Akulani ichiga obunachilar, juda ham zo'r qiziq bo'ladi obunachilar, boru. Okay, mayli. Xo'sh, ana endi buni qaranglar, turishini qaranglar. Mana bu yerga kelishadi. Buni qaranglar, zumradli bloklarni deydi. Keyin nima bo'ladi? Keyin men orqasidan kelaman-da bularni tushirib yuboraman. Bu juda ham zo'r ajoyib bo'ladigan umiddaman obunachilar. Mayli. Bo'lmasa qushloqlar kelyapti, qushloqlarning ovozini eshitdim. Qanaqa ketdi bo'lmasa. Bu nima bu? Xo'sh, obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin. Men hozir nima desam bo'ladi, narsalarni oldim. Ya'ni qanaqa narsalar deydigan bo'lsa, mana bunaqa takoy. Endi bilasizlar, men qaroqchilarning kiyimini topolmadim. Birov hammasini olib qo'yganman. Nima ko'rishingiz mumkin. Endi menimcha qaroqchiga o'xshadim. Ko'pincha anoboy sehrgarga o'xshab qoldim. Okay, mayli. Nima bo'lganda ham bo'lmasa, hozir biz obunachilar. Let's go obunachilar. Hozir biz mana shu qilish bilan bularni yo'q qilib yuboramiz. Xo'sh, qayerda ekan bular? Qayerda ekan? Mana bu yerda ekan. Qarang, bab, zumradli bloklar nechta ekan, barcha sarab ko'rchi, qarang. Bor, mana shu chotkaga o'xshabdi-da lekin. Bo'ldi, mana sonyapman. Xo'sh, obunachilar, mayli, davay mana bu yerga o'tib olamiz va oy, qalaysizlar, bor, zo'rmisizlar? Kabod, yaxshimisiz? Biz mana bu zumradli anolni tomonlik. Ana endi hozir zumradli anolarni hozir sizlar uraman tushib ketasizlar, bilasizlarmi shuni? Kabod, urma lekin, kabod, iltimos, bizani kechir bo'ldi, bizani ozod qil, iltimos bo'ldi. Sizlar qaroqchi edinglar-ku. Men hozir narsalarimni sizlar olib qo'yganinglar uchun, hozir narsalarim uchun va qishloqlar uchun qasos olaman. Tushunyapsizlarmi? Men hozir qaroqchiman. Sizlar yovuz bo'lsanglar, men yaxshi qaroqchiman. Tushunyapsizlarmi? Kabod, bo'ldi, o'zingni o'z, bizani urish shart emas, bo'ldi. Barchasini yaxshilik bilan hal qilsak bo'ladi. Yo'q, uni o'sha paytda yaxshilik bilan hal qilsak bo'ladi. Tushundinglarmi? Ana endi hozir yaxshilik yo'q bu yerda. Sizlarga paxim yo'q ana endi. Tushunyapsizlarmi? Kabod, yaxshilik bilan hal qilamiz. Sen meni nima desam bo'ladi, uyimdagi narsani o'marib ketdinglar. Sizlar to'g'rirog'i, polizimni buzdinglar. Qishloqda suv bostirdinglar va qishloqdagi barcha narsani aniq qilinglar. Davay bu yerga tushchi. Kabod, meni tushirib yuborardi hozir. Kabod, bo'ldi, kechir, bizani boshqa qaytarilmaydi. Endi qaytarilmaydimi, endi menga farqi yo'q. Sizlar barcha qishloqlarni o'marganinglar uchun Kabod, hozir tushib ketaman men. Menga nima? O'sha payt o'ylash kerak edi. Hozir meni narsamni tez qaytarib berdi. Mana Kabod, ko'rding, men sana narsaga qaytarib berdim. Mayli, bo'pti, bo'lmasa barchani tushdi, davay. Sen urdingmi? Hozir hammani tushirib yuboraman. To'xta. Bo'ldi menimcha tushib ketishdi ular obunachilar. Akula bilan cho'milishyapti obunachilar. Mazza qilib cho'milishsin akula bilan, keyin qaytib chiqib mayli bir ko'rishamiz, bir o'ylab ko'ramiz yana. Mana obunachilar ko'rishingiz mumkin. Bu men bilan ya'ni qaroqchi o'ynamoqchi bo'lishdi bular, yana meni urib chiqarib yuborishdi, bor sal qoldi, bor ko'zimni chiqarib yuborardi, bor. Urganda nimaga uradi meni? Nimaga qaroqchilik qiladi? Nimaga qishloqda o'maradi? Bu yana qanaqa o'yin bo'ldi? Obunachilar, mana bu yerdagi barcha qishloqlarning narsasini nima desam bo'ladi, qaytarib beramiz obunachilar. Bularni barchasini olamiz deb tarqatib chiqishga qaror qildim obunachilar. Bular bor, yaxshigina joy, juda ham
ko'p narsa o'marishibdi. Nima ham derdim, obunachilar men to'g'ri ish qildimmi yo'qmi kommentariyada yozib qoldiringlar, bo'lmasa men hozir mana bu narsalarning barchasini qishloqlarga qaytarib berishim kerak o'z egalariga. Nima ham derdim, mayli obunachilar, bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Kelasi videorolikda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.